ketyapman, xato meni Ikkala yo'lim qo'lim. deb o'ylagan paytda unga har doim imkon berilaverdi. Har doim boshqa eshiklar ochilaverdi va katta eshiklar ochilaverdi. Yana qanaqa katta eshiklar bilasizmi? Unga xuddi masjid qurganda qanday savobi borib turadi insonga. Aytadi-yu, masalan, masjid qur, ko'prik qur, senga o'lgandan keyin ham savob yozilib turadi bu narsani deydi-ku. Aynan o'sha insonlardan o'sha rahmatni eshitgan vaqtda Sevara demak to'g'ri o'sha g'oyalari to'g'ri ekanligini tushunib qoldi. O'sha paytdagi o'sha shol tut bilan loy g'oyasi odamlardagi o'sha iskusstvoni, odamlardagi didni oshirgani kabi hozirgi Sevarani g'oyalari, hozirgi Sevarani gap so'zlari insonlarning hayotini yaxshi tomonga burib yuborayotganini tushundi. Chunki namozda turib Allohga kimnidir haqida duo qilish, kimnidir o'sha insonni hayotida borligi uchun shukr aytish, men o'ylayman bu sharafning eng yuqorisi deb o'ylayman. Men uchun shunaqa. Chunki Alloh bilan bizni birlashtiradigan narsalar ko'p, lekin biz tag-tagimizdan o'sha namozni Allohni birlashtiradigan o'sha pultimiz deb biladigan bo'lsak, kimdir uchun o'sha joyda aynan turib meni nomim ila ariza yozyapti-da, mana shu inson ustidan mana bunaqa qilishingizni so'rayman. Masalan, ariza yozamiz-ku biz, bolamizni olib ketyapmiz, javobgarligini bo'ynimga olaman yoki darsda qoldiryapti, qayta o'zlashtirib beradi shu inson tufayli. Xuddi shunday. Ya'ni Alloh shu insonni hayotimga kirgizib, menga shu yo'lni ko'rsatib qo'yganing uchun ming shukr, chunki uni qalbi xotirjam bo'ldimi? Menda yo'q, nega o'sha xotirjamlik deyapman-da? Nega menda yo'q? Alloh aytayapti, senda bor, sen beruvchisan, senda g'oyalar tiqilib yotibdi, to'lib yotibdi, ber. Sen noodatiy taomlar tayyorlaysan, sen noodatiy fikrlaysan. Aybing emas, noodatiy fikrlaganing bo'ldi. Aybing bo'ldi, to'xtat endi o'zingni ayblashni. Senda berish bormi? Sen shu bilan Allohga yoqyapsan-ku, bo'ldi, nima qilasan? O'zingda mukammallik, o'zingni o'sha shoxlab, o'tlab ketganlaringni qirqishga harakat qilib qirqyapman-da, o'sha mukammallik uchun loydan emas, men xamirdan qilishni o'rganishim kerak deyapman-da. Lekin xamirdan qilish uchun boshqa kallaga g'oya kelish kerak. Uni maketini chizish kerak-ku. Oddiy uy qurishdan oldin maketi tuziladi. O'shani yo'q, bu noto'g'ri, tuzilmasin. Oldin uyni loydan quraylik, keyin uni to'g'rilab olamiz ichiga kirib deb o'zimni qiynab, yemirib tashlayapman-da. Aynan o'sha insonlarni gaplari, ya'ni ularni Allohga, ya'ni o'sha meni to'g'ri yo'lda ekanligimni bo'ldi Sevara, qachongacha sen adashdim degan fikrda bo'lasan, bo'ldi, sen to'g'ri yo'ldasan. Chunki sen agar to'g'ri yo'lda bo'lmaganingda Allohni eslovchi insonlar sana oldinga kelmasdi. Hayotidan mamnun insonlar, erinib, sevib qadrlayotgan insonlar sana oldinga kelmasdi. Bilasizmi, yana bir shunaqa zo'r ruhlantirib yuborgan bitta mijozni gapi meni. Eri bilan shunaqa sevishib ketgan, bir kun oldin kaltak yegan eridan. Urib ko'kartirib tashlagan. Yozyapti-da, urdi, ko'kartirdi, bunaqa qildi. Keyin shunday oddiy gap aytdim-da, ya'ni aytayapman-ku, men o'sha oddiy loylarim odamlarga boshqacha ko'rinish bergani kabi, meni oddiy so'zlarim ularning hayotiga boshqacha ko'rinish beryapti. Ya'ni eringda unaqa qil, eringga bunaqa de, qo'y, ruxsat ber, u ham vazifasini bajarishi kerak, ketsa ketishi kerak, lekin sen xayolan o'shanga ketishiga ham ruxsat ber, unga borini ko'rsatishga ruxsat ber degan oddiy so'zimni o'zida bu olamda emas, boshqa olamda yashaydi. Asl haqiqiy olamda yashaydi. Va odamlarning xatosini o'ziniki. Endi-chi, endi unaqamiz. qanaqa Sevara? O'rningizdan turib, tanangiz orqali Ko'rsatib qarang. O'sha paytda tanamni ko'z-ko'z qilishni juda yaxshi ko'rganman-da. Shunaqa yaxshi ko'rganman, tanamni ko'rsatishni yaxshi ko'rganman va ko'rsatganman. Kiyimlar orqali, boshqa o'zimni ko'rsata olganman. Va tanamni ko'rsatish bu uyat deb o'ylaganman. Keyinchalik yopilib qolgan.
Chunki moddiy olamda tana bilan yurish kerak ekan. Ha, men bu tana bilan yura olmayman. O'zimni qo'pollashtirib tashlaganman. Chunki meni ideyalarim, meni g'oyalarim bilan bu tana sharmanda bo'ladi degan. Chunki odamlarning kodeksi bor edi-ku. Endi-chi? Endi unaqa emas. Qanaqa? Endi erkin, u tanasidan uyalmaydi. Qarasa hammani tanasi o'ziga xos. Oppoq tana yo'q yoki sepkilli tana yo'q. Oppoq tanada sepkil ham bor. Qop-qora tanada yana boshqa narsalar bor. Gavdasi ham har kimniki o'ziga mos. Yashab berishimiz kerak bo'lgan tanada va yashab berishimiz bo'lgan ruhda hozir o'zimga ishonaman. Ruhimga ishonaman. Ko'p harakat qildim ozishga, o'zgartirishga, moslashishga insonlarga. Bo'lmadi yo'q. Chunki ustixon uni o'zgartira olmas ekanman-da. Agar uni o'zgartirish bo'lganda, uni fikri kelardi menga. Ishtiyoqi o'ti kelardi qalbimga, o't kelmadi. Demak, yangilangan Sevara o'ziga qanaqa nom berdi? Qarang, yangilangan Sevara o'ziga mag'rur va kiborli, shu bilan birgalikda beruvchi. Mag'rur va kiborli va shu bilan Beruvchi. birgalikda beruvchi. Uni yurishi, turishi, o'zini tutishi qanaqa bo'ladi? O'zini tutishimi? Hamma unga havas qiladi. Hamma. Chunki u niqobda paytida ham unga hamma havas qilgan. Shu gavdasiga hamma havas qilgan. Shu gavdasiga oshiqlari ko'p bo'lgan. Lekin o'sha oshiqlarni itaradi. Chunki uyat bor. Uyat, menga qaramanglar, men beryapman-u, lekin o'zim amal qilmayapman. Ketinglar, men yolg'onchiman deb hammani o'zidan itarib qo'yardi. Hozir shu holatimda hamma havas qiladi. Hamma xuddi zinapoya bo'ladi-yu. Odamlarning yoshi o'tgani bilan ular hali bu zinapoyaga o'tmagan. Men hali yoshim ularni yoshiga kelmagan, lekin men ko'proq zinapoyalarga chiqib, ulardan ham ergashtirib, ya'ni mag'rur, kibrli, kibr degandagi kibr, o'zimdagi kibr, ya'ni kibr yomon narsa emas aslida. Kiborlikda. Nimada? O'zimga bo'lgan ishonchdagi kibr. Men to'g'ri yo'ldaman. Qabul qiling meni. Men keldim shu yergacha. O'tlab, yig'lab, yo'qotib qo'yib, sachrab ketib, to'planib, oyoq osti bo'lib, yana turib, sindirilib, yana yamalib keldim, shu yergacha keldim. Mayli, kulavering ustimdan boshqa qiling, lekin ich-ichingizdan menga havas qilishingizni, menday bo'lishingizni, o'zingizni tan olib yonimda turishingizni, aslida men yomon inson emasligimni his qilishingizni xohlayman. Har bir yonimda turgan inson. Havasda turishingizni xohlayman. Chunki o'zimdagi o'sha kibrni ko'ra olmaslik kibrini sindirish uchun ko'p sindiriladi. Har tomondan sindiriladi. Sochlarim sinib qoldi, tishlarim sinib qoldi, terim sinib qoldi, ichki organlarim sinib qoldi. Chunki men operatsiya boshqa narsalar tufayli sinish bu baribir tana uchun udar sinish orqali yana o'zimni o'sha loydan yaralganimiz kabi yana o'sha tana a'zolarimni to'pladim va o'zimdagi o'sha ishonchni, ya'ni o'zimdagi kibr nimaga berilgan edi? Ishonch uchun berilgan edi. Nima uchun ishonch berilgan edi? Yaratuvchisan, beruvchisan, o'shani uyg'ot, tik tut o'zingni deb mana shunday meni jipslashtirish uchun ham, o'sha ergashtirish orqali berish uchun ham yig'ib olgan o'zimni. Va bir so'z bilan ayta olamanki, hozir menga havas qilgan yoki ich-ichidan ezilgan insonga ham, yomon ko'rgan insonga ham haqiqatan baxt tilay olaman. Chunki qo'lim tekkan narsa yaxshilik ekanligini, gapirayotgan so'zimda yaxshilik borligini, hayotga va ularning hayotiga to'laqonli ayta olaman. Baxt berish uchun, quvonch berish uchun, ularni o'stirish uchun kelganligimni men tushunib yetdim hayotda. Raketaday uchdim hayotda. Keyin uchdim.
ungacha mani yadroyim tuzildi. Quvondim. O'zi boshdan har narsaga hayratlanardim. Chunki bu dunyoni odam emas edimda. Hammaga berishni yaxshi ko'rardim. Olish nimasiga kelganda o'sha kodekslarni olma yo'q noto'g'ri. Isiriq solib ketdim. Rahmat. Nimalar bo'ldi endi xullas? Dars bo'ldi bir faqat yangilangan menni yangi Sevarani kashf qildik. Turishlarini qarang.